Xo'p, akalar, bugun sizlar bilan Namangandagi tungi qush bozori haqida gaplashamiz. Bozorga kirib kelishingiz bilan sizni ajoyib tungi atmosfera qabul qiladi. Bu yerda qushlarga tegishli barcha oziq-ovqatlar va kerakli dori-darmon buyumlarini topsangiz bo'lar ekan. Hozirgi paytda ancha sovuq tushib qolganini hisobiga bu yerda faqat kabutarlar bor ekan. Kabutarlarni ham har xil turlaridan bor ekan. O'zim ochig'i kabutar turlariga umuman tushunmayman. Ko'zga yoqadigan, turishi chiroyli, sog'lom kabutarlar juda ko'p ekan. Bu yerdagi kabutarlarning narxi o'rtacha 20 ming so'mdan boshlanib, u yog'i cho'ntagingiz ko'tarilganicha olaverasiz. Joylarini, vitrinalarini cho'tki qilib, bozor atmosferasiga bir baho berib qo'yaverasizlar. Bu meni birinchi azvuchka videoyim bo'lgani uchun kamchiliklar bo'lsa uzr so'rayman. Bozor vibe juda ham ajoyib. Manziliga keladigan bo'lsak, namanganliklar juda yaxshi bilishadi bu yerda. Politsiya svetofordan o'tganda o'ng qo'lda ekan, u yoqdan Ahmad Doda oshxonasidan kelganda chap qo'lda.